Sizning korxonangiz 50 million dollarga sug'urta qilindi va qo'lingizda polis bor. Ammo o'ylab ko'rganmisiz, sug'urta kompaniyasining o'zida zaxirada shuncha kapital bormi? Ko'p hollarda javob yo'q va bu moliya bozorida normal holat hisoblanadi. Ko'plab biznes egalari sug'urta polisi bu mutlaq kafolat deb o'ylaydi. Ammo yirik risklarda mahalliy sug'urta kompaniyasi xatarning faqatgina 5 yoki 10% o'zida ushlab qola oladi va bu uning qonuniy va moliyaviy sig'imidir. Qolgan 90% xatar qayerga ketadi? Aynan shu yerda qayta sug'urta mexanizmi o'z ishini bajaradi. Agar sizning polisingiz ortida yirik sug'urta kompaniyasi va qayta sug'urta arxitekturasi bo'lmasa, u polis kutilmagan yirik halokat vaqtida shunchaki qog'ozga aylanib qolishi mumkin. Moliyaviy xavfsizlik bu shunchaki sug'urta polisiga ega bo'lish emas, balki u polisning orqasida qanday kapital turganini bilishdir. O'zbekiston qayta sug'urta kompaniyasi barqaror kelajak uchun ishonchli hamkor.